Bu issiqxonani ish boshqaruvchisi Shokir akam. Assalomu alaykum Shokir aka. Hosildorliklar xudo xolasa inshaalloh yaxshi ketayotgan ekan. Ko'rib xursand bo'ldik. Xo'p, bu yerda Ali Barakada xarid qilingan shu mahsulotlar haqida bizning obunachilarimizga rosa qiziq bo'ladi. Shu mahsulotlar haqida bitta to'xtalib, sifati, natijasi va qanaqa foyda berayotganligi haqida o'shalarni aytib o'tsangiz, xudo xolasa bizning obunachilarimizga ham rosa qiziq bo'ladi. Rahmat. Mana issiqxonamiz 2 yil oldin qurilgan. 2 yil oldin qurilishni boshlagan. O'zi 6 ta sektordan iborat. Mana ko'rib turgan mana bu sektorlaringiz hozir 1,5 gektar. Bu yoq 1,5 gektar. Ha, mana turgan joyimiz 1,5 gektar. Hammasi 4,5 gektar joyga ekilgan. 4,5 gektar. 4,5 gektar joyga ekilgan. Ali Barakadan ko'p narsa sotib olganmiz. Asosan mana plyonkalarimiz. Plyonkalar. Ha, plyonkalarimiz, zajim, mana hosil iplari, kapelniklar, mana magistrat turbalari, kraydiklar, radiatorlar, hammasini shu Ali Barakadan olganmiz. Mana shu yerdan. Tushunarli. Xo'p, zajimga to'xtaladigan bo'lsak, 2 yil bo'lgan bo'lsa, shu 2 yildan oldin qurilgan bo'lsa, shamolida qanaqa bardosh berdi? O'tbetlardan yirtilgani yo'qmi? Zajimni qo'yib olgani yo'qmi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Zajimlar yaxshi ushlayapti. Mana 2 yil bo'lgan bo'lsa, shamolda, dovulda qo'yib olgani yo'q. Hammasi yaxshi turibdi. Plyonka ham yaxshi. Ana quyosh o'tirishlari, foizlari yaxshi. Yaxshi qilingan, yaxshi. Sifati yaxshi. Hosilingizga yaxshi foyda beradi. Ha, hosilimizga yaxshi foyda beryapti. Ancha yaxshi. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu plyonkani aytib o'taman. Bu plyonka Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Eva nomli plyonkadan yopilgan. Xo'p, hosil iplarimizga keladigan bo'lsak, hosil iplarimiz hammasi tarini yaxshi turibdi. Bu yaxshi qanaqa natija beryapti? Hosil iplarimiz asosan baquvvat, hali hech qaysi uzilib boshqa qilib ketgan joyi yo'q. Yaxshi. Hammasini shu Ali Barakadan sotib olganmiz. Mana 2 yil bo'lgan bo'lsa, hali uzilib boshqa qilib yo bir quyosh anaqa qilib chirib, yirtilib nima yirtilishayotgan joyi yo'q, yaxshi. Sifatiga gap yo'q. Kapelnik bo'yicha. Kapelniklarimiz mana 2-yili. Hozir kapelniklarimiz shunday olingan. Kapelniklarimiz hech qachon mana 2-yili bo'lyapti. Hosilni ko'rib turibsizlar. Tiqilib boshqa qilib yo bir ana u nasosi bosimida yirtib yo bir otib olgan joyi yo'q. Yorilgan joylari. Ha, yorilgan joyi yo'q, yaxshi. Sifati yaxshi. Tomchilab sug'orish bo'yicha polni o'sha 0 dan 100% gacha, ya'ni nima degani? Tomchilab sug'orish kapelnik lentalari, magistral turbalari, kraynik, filtri hamma shu mahsulotlarni Ali Baraka savdo majmuasidan xarid qilingan. Xo'p, radiator bo'yicha ko'ryapmiz. Radiator qo'ygan ekansizlar. Mana bu yilga qishda, ya'ni 2024-yildan 2025-yilda o'sha o'targanda qattiq sovuqlar bo'ldi. Ularda qanaqa isitib bera oldi? Qanaqa natija berdi bu radiatorlarimiz? Asosan turbalarimiz atsenkovoy turbadan iborat. Radiatorlarimiz ham shu Ali Barakadan olingan aksariyati. Radiator mana bugungi sovuqda, bugungi qishki sovuqda, anomal sovuqda ham 15 gradus bemalol, 15-16 gradus ushlab berdi. Ichkarida. Ha, ichkarida. Hammasi shu natija berdi. Ha. Bu natijasi yaxshi. O'zingizga eng yaqinlaringiz, masalan, mana qo'shnilarda ko'ryapmiz, boshqa joylarda ham issiqxonalar bor. Ana shu qo'shnilarga ham, bizlarning obunachilarimizga ham Ali Baraka mahsulotlari haqida nima deb ayta olasiz va tavsiya bera olasizmi? Ishonchli deb ayta olaman. Bir deganda boshqa gapim yo'q. Hamma narsasini mana o'zimiz nimamizda, tajribamizda ko'rib, sinab, mana ishlatyapmiz 2 yil mobaynida. Bu qiynalib qolgan joyimiz yo'q. Plyonkasida ham, zajimida ham. Mana kapelniklari bor. Hammasi yaxshi. Krayniklar hammasi shu yerdan sotib olingan mana. Hali hech qaysi anaqa qilgani yo'q, yaxshi. Natijasi zo'r, sifati yaxshi. Tavsiya berib qolasiz. Boshqa teplitsachilarga ham tavsiya berib qolamiz. Bemalol olib ishonchli foydalansa bo'ladi. Ali Barakani mahsulotlaridan demak rozisiz. Ha, albatta. Rozimiz. Hurmatli obunachilar, Shokir akam ish boshqaruvchi, o'zlaridan eshitdinglar. Ali Baraka mahsulotlari haqida qanaqa sifati, natijasi va qanaqa foyda berayotganligi haqida o'zlaridan
eshitib guvoh bo'ldinglar. Sizlarga ham Ali Baraka mahsulotlarini tavsiya berib qolamiz. Bilasizlar, Ali Baraka eng sifatli bo'lgan mahsulotlarni sizlarga tavsiya berib qoladi. Biz bilan bog'lanish uchun mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning mutaxassislarimiz to'liq ma'lumotlar berib, maksimal taqalgan optim narxlarda qilib berishadi. Ali Baraka, barakali hosilingiz manbai.